O'zbekiston qonunchiligida yana bir muhim o'zgarish. Endi O'zbekistonda radarda qayd etilgan tezlikdan 5 km/soat emas, balki 10 km/soatgacha chegirib tashlanishi mumkin. Bu haqida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qonunchilik tashabbusi huquqi asosida kiritilgan. Qonun loyihasi bilan tezlik bilan bog'liq qoidabuzarliklar bo'yicha radar va speedometrlar ko'rsatkichlari holatlardan kelib chiqib, qayd etilgan tezlikdan 10 km/soat chegirib tashlangan holatda ma'muriy jazo qo'llanilishi nazarda tutilmoqda, deyiladi xabarda. Shunday qilib, harakatlanish tezligi 60 km/soat belgilangan hududda radar tomonidan 69 km/soat tezlik bilan harakatlangan deb topilgan haydovchiga jazo chorasi qo'llanilmaydi. Eslatib o'tamiz, o'tgan oyda qonunchilikka kiritilgan o'zgartirish bilan O'zbekistonda transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 60 km dan ortiq kattalikdagi oshirib yuborishi 5 625 000 so'm jarima solishga sabab bo'lishi belgilanganda.